Buxoro viloyati prokuraturasi tomonidan Buxoro muhandislik texnologiya universitetida o'qituvchilar, talabalar va mutasaddi idoralar bilan hamkorlikda energiya resurslarini iqtisod qilish, qayta tiklanuvchi energiya manbalarini keng joriy qilish bo'yicha ilmiy-texnikaviy yondashuvlar bo'yicha ko'rgazmali seminar o'tkazildi. Tadbirda mutasaddilar tomonidan energiya resurslarini iqtisod qilish uchun milliy yondashuv asosida seminar tashkil etildi. Yangi tejamkor qurilmalarni joriy qilish va sohadagi izlanishlar bo'yicha muhokamalar o'tkazilib, tegishli chora-tadbirlar belgilab olindi. Energetika sohasida yangi texnologiyalarni jalb qilish, energiya resurslaridan oqilona foydalanish yo'nalishi bo'yicha Buxoro viloyat prokuraturasi Buxoro oliygohlari bilan hamkorlikda memorandum tuzib, sherdagi barcha ilmiy jihatdan yondashuvlarni aholiga, ta'minot korxonalariga yetib borishini ta'minlab kelmoqda. Raqamlarga murojaat qiladigan bo'lsak, 2025-yilda Buxoro viloyatida quyosh panellarini o'rnatishning maqsadli ko'rsatkichlari tasdiqlanib, unga ko'ra yil yakuniga qadar 2029 ta obyektlarga 14238 kW quyosh panel o'rnatish belgilangan. Bugungi kunda viloyatda 502 ta obyektda 5816 kW quyosh paneli o'rnatildi. Shu bilan birga tegishli mutasaddi idoralar bilan birgalikda iste'molchilarni uskunalarni qayta xatlovdan o'tkazish va ulardan energiya tejamkorlik uskunalarini keng joriy qilish bo'yicha ishlar olib borilib, 117,4 million kWh elektr energiyasi va 22,4 million kub metr tabiiy gazni iqtisod qilishning qo'shimcha manbalari aniqlandi. Bundan tashqari 15 ming litr gelikollektor o'rnatildi. 17 dona transformator punkti va 12,5 kilometr elektr tarmoqlari ta'mirlandi hamda 868 ta boshqa tashkiliy texnik tadbirlar bajarildi. Shu kabi 3334 ta iste'molchilar ichki bosqichli gaz ta'minotiga o'tkazildi. 4 ta gaz maromlash punktlari yangilanib, 10 kilometr gaz tarmoqlari rekonstruksiya qilindi hamda 2812 ta boshqa tashkiliy tadbirlar amalga oshirildi.